İki rekat namoz o'qi. Hada mendan borsam so'raydi. Bolaga aytdingmi, namoz o'qi dedingmi deydi. Sen o'qi, sen. Kim? Sen. Ishlaringga yaxshi foydasi bor, dastgoringga yaxshi foydasi bor, umringga yaxshi foydasi bor. Ana o'rtamga har kun boradi. Kecha meni ko'rishdingmi men bilan? Sen nima ishchimisan sen? Ko'mir tushiryapsanmi? Tosh tashiyapsanmi? Sakın işim bu. Bir soat, yarim soatga to'xtatsang bo'ladi. Sen ham men kelgandan keyin ketyapsan, to'g'rimi? Ha? 6:30da turib, ko'tingni yuvib, betingni yuvib, namozga borsang, nari ham ketsang bo'laveradi. İşinge. Ha? Aslında gene sen iş getirdiğin vaktin bolan. Men kelgandan keyin ketadi. İşke. Qur'on aytgandan keyin namoz nasl deydi, eshitib ol. İşte mi? Men bu bo'ynimdan xorij qolay. Ha. Sonrası aytganman değil mi? Aytganman deyman-da. Men aytganman bo'lajim. Men to'g'risi aytganman değil mi? Mendan so'raydi. Men bolaga aytdingmi? Namoz o'qi dedingmi? deydi. Endi Allohdan ham qo'rqinglar. Mana Xudoga shukr, dastkorlarga yaxshi beryapti. Endi mana shunga Allohga shukr keltirib borish kerak, o'qish kerak. O'zing uchun, joning uchun namoz. Men taqillatmaganga uxlashadi. Ishonavering, bilan. Men ham deysan. Ta qilsa shaytonlab qolaman men. Ashunda 6:30 bo'ladi. Qad 6:30 bo'ladi. Siz bilmayman, 2da o'qitasizmi, bilmayman. 6:30da. Soatga qarayman, birinchi so'l ekanlar. 6:30da chiqaman men yoqqa, eshikka. 6da turib, tarata olaman. Kiyinib, mashina soat qilib qizdirganda 6:30 bo'ladi. 5da ham, 10da ham, 7da o'qilyapti. Hasan? Uyati, 4da o'qilyapti-da, 3da o'qilyapti-da deyishmaysan. Senlarni yelkanga shayton minib yelkanga siyib o'tiribdi. O'qima deb. Shu namozdan turib ketganing shaytonni bitta shag'ini sindirganing. Taratoganing yana bitta shayton sog'ini sindirganing. Shaytonni ham shaq ko'p ekan.